It is a profound honor for me to stand here today in the heart of Oxford. Bugun Oksfordning yuragida turib, Oksford o'zbek tilini o'rganish dasturining ochilishini nishonlash men uchun ulkan sharafdir. Oksfordning Bodlen kutubxonalarida o'zbek va chig'atoy tillaridagi nodir qo'lyozmalar saqlanayotgani kishini hayratga soladi. Ushbu o'lmas satrlar uzoq o'tmishdan aks sado berib, bugun yangi dasturimiz tufayli ular yangi avlod olimlariga o'z sirlarini ayta oladi. Oksford nafaqat bilim, balki bu uchrashuv demakdir. Umid qilamanki, bugun O'zbekiston ushbu uchrashuvning muhim ishtirokchisiga, jo'r ovoziga, omma o'rtasida hikoyaga, ham o'rganadigan, ham o'rgatadigan madaniyatga aylanadi. Ushbu dastur shunchaki akademik dastur emas, balki Sharq va G'arb, o'tmish va kelajak, O'zbekiston va dunyo o'rtasidagi ko'prik bo'lishiga chin dildan ishonaman. Between Uzbekistan and the world. Thank you. Welcome to you and your delegation. There's one other matter I'd quite like to. Biz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva xonimning ishtirokidan ulkan sharaf hissini tuyamiz. U kishi o'zining sermazmun faoliyati, nafaqat ilmiy yutuqlari, balki qator rahbarlik lavozimlari va ayollar huquqlarini ilgari surish yo'lidagi katta intilishlari bilan ham ajralib turadi. Xususan xotin-qizlarning ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek oilaviy zo'ravonlikni jinoyat deb e'tirof etish kabi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yo'lidagi fidokorona sa'y-harakatlarini yuksak qadrlaymiz. Ushbu tinimsiz va ilhomlantiruvchi mehnatlari uchun chin dildan hurmat va minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Tinglaganingiz uchun rahmat. Sizga yaxshi kun tilayman. Assalamu alaikum. I believe you're Nikolai Kontovas, right? Yes, I am. Oh, Uzbek is impressive. From what is now Uzbekistan. There you can see exactly what I was going to point out. Here and what. The big one. Thank you so much again for your rahmat.